ishtirokchi, 14 ta ishtirokchi. Ular orasida Xitoy, O'zbekistondan Anastasiya Sarantsova bor, Armanistondan sportchi, Sloveniya, Bolgariya, Fransiya, Italiya, Indoneziya, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Yaponiya va Qozog'istondan sportchilar bor. Bu sportchimiz o'tgan yili jamoaviy bahslarda kumush medalni qo'lga kiritgan va shaxsiy ko'rsatkichlar bo'yicha 9-o'rinni egallagan ekan. Lekin Xitoy terma jamoasi oxirgi paytda ancha tez o'sib kelmoqda. Boya aytganimdek, ko'p narsa murabbiyga ahamiyat beradi va bog'liq.